Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz obunachilari. Inshaalloh navbatdagi zakazlarimizni o'z egalariga olib kelib topshirdik. Xudo xolasa akamiz talab istalariga qarab chiroyli qilib ko'paytirdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Dekorativ fasondagi. Bu yerga biz 3 dona eshik, 2 dona nom qo'yib berganmiz. O'rtada bir donatli eshik qo'yib berganmiz. Bu tarafda yana bitta xonasi bor. Bu tarafda yana ko'rsanglar bo'ladi. Bir dona eshik, bir dona ram. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, bularimiz kvadratini 1.100.000 qilib berdik. O'zimiz Andijon Asakaga olib borib o'rnatish xizmatlari hamma yo'q ichida bo'ladi. Vodiy bo'ylab, agar O'zbekistonning boshqa hududida bo'lsa, xudosi kelishilgan holatda dastavka qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Telefon raqamlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, xudosi inshaalloh yaxshi narxlarda sifatli hamyonbop qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilasizlar. Telefon raqamlarimiz pastda, WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqsanglar. Xudo xolasa chiroyli bundan ham boshqacharoq fasonlarimiz bor. Bemalol tavsiya qilamiz. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, fikrlar, komment yozib qoldirasizlar degan umidamiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.